Ona shahardan Kirgilidan 2 qavatli domda birinchi qavatida 2 xonali remonti o'rtahol, o'zingiz kelib bitta remontini qilib olasiz. Arzon bo'lsin, remont yo'q bo'lsa ham arzon bo'lsin deb juda ko'pchilik so'raganida, mana sizga 2 xonali o'zingiz kelib bitta remont qilib oladigan xonadon topib qo'ydik. Mana bu asosiy eshiqdan kirishingizga shunaqa koridor, to'g'rini garderob qilib, shuni shkaflaringizni qo'yib olsangiz, bitta qulaylik beradi. Kirishingizda o'ng qo'lda mana aristonlariga qo'yib qo'yilgan, mini vannalarni qo'yib qo'yilgan unitazlari bor. Endi keyingisi bitta mana oshxona qilib olasiz. Hozir buni orqa tomondan yo'l ochib, bu tomondan yo'l ochib oling. Zahvat yeri bor. Oldi orqada zahvat yerlari bor. Xo'p, endi mana bunisi bitta xonasi. Buni zal qilsiz ham bo'ladi. Endi to'g'ri remontlari o'rta hol, lekin asosiysi gaz, suv, svet, kanalizatsiyalardan muammosi yo'q joyda. Farg'ona shaharida Kirgilida Neftchi stadionining ro'parasida 2 qavatlida, birinchi qavatida. Xo'p, bunisi yana bitta xonasi. Oling, bu tomondan eshik ochib, xotingizni bu tomondan qilib oling. Bu yerda ham oldida o'zining zahvat yeri bor. Xo'p, narxini 19900 ga baholashyapti. Endi kelib ko'ring. Sizga agar yoqadigan joy bo'lsa, narxini yana ham arzon qilib tushib beradigan joy bor.